Assalomu alaykum hammaga. Biz YouTube'dagi videomizga xush kelibsizlar. Iloji boricha shu ikkinchi bosqichda qanaqa savollar tushgan yoki tushishi mumkin, qanaqa yechiladi, hammasi bo'yicha tushuntirib berishga harakat qilaman. Iloji boricha maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Sizlar ham ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olsalaringiz, unda boshlaymiz. Birinchi savolni birinchi o'qib boshlayman. Sizlar ham bitta pauza qilib o'qib olsalaringiz bo'ladi savolni. Xo'p, savol shunaqa bo'lyapti. Cambridge universitetining iqtisodiyot yo'nalishi dunyodagi eng kuchli fakultet hisoblanadi. U yerga dunyodagi eng kuchli talabalar o'qish uchun qabul qilinar ekan. Xo'p, bu yerda asosiy hech qanaqa yodlab qolinishi kerak bo'lgan gap yo'q. Shunchaki eng kuchli ekan, yerga eng kuchli bolalar qabul qilinar ekan. Xo'p, bunda birinchi bosqichda matematikani mukammal biladiganlar saralab olinadi. Eng muhim joyi shu yerda. Demak, birinchi bosqichda matematikani mukammal biladiganlar saralab olinadi degani, birinchi bosqichdan o'tish uchun matematikani mukammal bilish kerak degan ekan. Birdan tahlil qilib o'tib ketyapmiz-da. Endi hop, jarayonni sizga birinchi tushuntiray. Hali Alanni gapirgan gapi, Jessini yoki-da Jonni gapirgan gapini o'qishdan oldin sizlarga jarayonni tushuntirib o'tib ketay. Sizlar ham xuddi shunday yechsalaringiz bo'ladi. Ya'ni qanday? Hali A shaxs yoki B shaxs gapirishidan oldin fikrni birinchi tahlil qilib olishimiz kerak. Nima deyapti u yerda? U yerda shunday deyaptiki, ikkita usulda hech ko'rsataman. Birinchi usulimga qarab turasizlar, diqqat bilan. Buni qolib qilib olsalaringiz bo'ladi boshqa savollarga ham. Nima deyaptiki bunda? Cambridge universitetining birinchi bosqichidan matematikani mukammal biladiganlar saralab olinadi deyapti. Bu degani nima? Ikkita doiracha chizaman va bu doirachalar nimaligini ko'rsataman hozir. Qarang. Mana bu birinchi doira, bu Cambridge universitetining birinchi bosqichidan o'tgan talabalar. Ana katta doira nima desangiz, bu matematikani mukammal biladigan talabalar. Bu nimani chizib qo'ydingiz hozir bu yerga desangiz, qarang, tushuntirishga harakat qilaman bu yerda. Mana bu Cambridgega birinchi bosqichga o'ta oldimi? O'tolgan bolalarda mana shu yerda libo bittasini ushlasangiz, mana bu ismi Ali, u Cambridgening birinchi bosqichidan o'tdi. Demak, u matematikani mukammal biladi, chunki shunaqalar saralab olinardi. Endi mana bu yerdan bitta bola olsangiz, ismi Vali, bu matematikani mukammal biladi. Qarang, mana matematikani mukammal biladiganning ichida. Lekin Cambridgega o'tmagan bo'lishi mumkin. Tushunarli? Ya'ni kerak, zarur yoki hammasi degan jarayonlarda xuddi mana shunaqa diagramma bilan ishlasak bo'ladi. Bu diagramma ichidagi polni hammasi matematikani yaxshi biladiganlar, tashqarida esa ya'ni matematikani yaxshi biladiganlar kattasi, Cambridgedan o'tganlar kichigi deb belgilab olsak bo'ladi. Mabodo tushunmayotgan bo'lsangiz ham bitta darsda tushunib qolishingiz bu amrimahol, qarab tushunib olsangiz undan ham yaxshiroq. Endi tushuntiraman, qarang. Gaplarni o'qisak bo'ladi, tahlil qilib bo'ldik, endi gaplardan boshlaymiz. Jessi aytayapti. Alan matematikadan juda kuchli deyapti. U shubhasiz Cambridgening iqtisodiyot yo'nalishiga qabul qilinadi. Demak, qarang, matematikadan juda kuchli bo'lib, Cambridgeni o'sha birinchi bosqichidan o'tishi yoki-da qabul qilinishi aniqmi desa, yo'q. Nima uchun? Chunki u mana bu boyagi biz aytgan vali bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni matematikadan juda kuchli, lekin Cambridgega kira olmagan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Mana bittada hal bo'ldi masalamiz, birinchi gapimiz. Endi ikkinchi gapga o'tadigan bo'lsak, Jon aytayapti. Demak, Jessining gapi, qaranglar, Jessining gapi xato bo'ldi. Endi Jonni gapiga o'tamiz. Jon aytayapti. Bell matematikadan unchalik kuchli emas. Demak, Bell deb turib, mana buni gapiryapti. Bell mana bu shaxs ekan. Ya'ni, даже mana kattani ham tashqarisidagi odamda u. Bunga ham kirmaydi. O'sha Bell matematika unchalik yaxshi emas, ammo juda tirishqoq, mehnatkash, otasini puli ko'p, balobattar degan gaplar bo'lgani bilan ham nima bo'lishidan qat'iy nazar bu Cambridgega kira olmaydi. Bu yerda aytayaptiki, iqtisodiyot yo'nalishiga qabul qilinishi mumkin Cambridgening. Yo'q deymiz. Sababi u hattoki shartni bajarmayapti. Hattoki matematikadan yaxshi bo'la olmayapti. Demak, u nima bo'lgan taqdirda ham mana bu nuqtacha, mana buni ichiga kirib qola olmaydi hech qanaqasiga. Mana bundan o'tish kerak oldin, mumkin bo'lishi uchun ham. Demak, mumkin emas ekan. Umuman yo'q ekan, tushunyapsizlar? Agar mana bunday degan deydi, o'sha Bell matematikadan yaxshi, ancha yaxshi, Cambridge universitetiga kirishi mumkin deganda,
Ha, mumkin edi. 1% yoki 2% yoki 3% imkoniyatda kirishi mumkin edi. Lekin kirishi aniq desa yo'q, chunki kirishi aniq emas. Lekin Beyl matematikani yaxshi bilmasa, aniq kira olmaydi u. Sababi shartni ham bajarmayapti. Tushunyapsizlarmi? Bu birinchi yechimi edi mana shu masalani. Ko'pib ketmayaptimi? Ikkinchi yechimini ham aytaveraymi? Aytavering. Mayli, masjidlarni uzmay qo'yib yuborasan. Xo'p, ikkinchi yechimini tushuntiraman, qaranglar. Ikkinchi yechim. Ikkinchi yechim qanaqa bo'ladi desalaringiz, hozir aytaman uni. Beylning, xullas Beylmi, kim o'zi ham matematikadan yaxshi bilishni buni shart deb olaylik. Sababi matematikadan yaxshi bilganlar o'tkazilyapti, ya'ni shartlarni bajarganlar. Endi Cambridge'ni birinchi bosqichidan o'tish yoki Cambridge universitetiga kirishni natija deb olaylik. Xo'p, qaranglar. Mana shunaqa narsa bor. Natija bajarilgan bo'lsa, aniq shart bajarilgan bo'ladi. Natija bajarilgan, natijaga erishilgan bo'lsa, shart aniq bajarilgan bo'ladi. Endi shart bajarilmagan bo'lsa, demak natijaga ham erishilmaydi. Shart bajarilmagan bo'lsa. Endi agar shart bajarilsa ham natijaga erishmaslik mumkin. Erishish ham mumkin, erishmaslik ham mumkin. Ya'ni aniq erishadi, chunki shartlarni bajarib qo'ydi desa, xato gapirayotgan bo'ladi. Sababi shartlarni bajarib, yana boshqa sabablar tufayli ham natijaga erisha olmay qolishi mumkin. Demak, mana shunaqa narsalardan foydalanaveramiz bemalol. Endi buni qanday asqotadi bu yerda desangiz, mana ikkinchi yechimda Jesse bor bizda, John bor. Johnning ham gapi xato edi, ana ikkitasi ham xato ekan. Ikkitasi xatosi qanaqa javob edi? Xo'p, D javob edi bu yerda. Endi bu uchun tushuntirib beraman, xuddi shu savolni. Jesse aytayapti, matematikadan juda kuchli. Ya'ni bu shartni bajaryapti. Lekin natijaga erishadi aniq deyapti, u gap xato. Sababi natijaga erishmasligi ham mumkin. Shu uchun ham Jessening gapi birdaniga xato bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ikkinchi yechimda ham tezroq bityapti. Endi Beyl aytayapti, unchalik kuchli emas, ya'ni shartni bajarmayapti. Shartni bajarmasa, natijaga erisha olmaydi, ya'ni kira olmaydi. Bu kirishi mumkin deb qo'ydimi? Xato gapirdi. Mana bo'ldi, ikkalasi ham xato ekan, javobimiz D ekan. Bu xuddi shuni ikkinchi yechimi hisoblanadi. Xo'p, endi xuddi shunaqa tipda yana bitta masala yechib ko'ramiz. Oldin o'zlaringiz pauza qilib bitta yechib ko'ringizlar. Javobini yozib olingizlar-da, yechib ko'ring. Keyin ko'rib olamiz bitta yechimini, undan keyin yozasizlar. To'g'ri yechibsizlarmi yoki xato yechibsizlarmi? Demak, ikkinchi masalaga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi savoldan davom etamiz. Tanqidiy fikrlash 2024-yil Prezident maktabida tushgan savoldan davom etamiz. Xo'p, bu yerda qoldiriladi hozir savolni birinchi bir o'qib, kommentda javoblaringni qoldirib, keyin kuzatishda davom etinglar yechimini. Sababi bitta o'qib olgandan keyin tushunish osonroq bo'ladi. Xo'p, savolni boshlayman. Demak, savolda nima deyapti? Agar bu yil ob-havo issiq yoki quruq bo'lsa, ekinlar yaxshi hosil bermaydi. Demak, issiq yoki quruq bo'lsa, ekinlar yaxshi hosil bermaydi. Birinchi fikrni o'zini tahlil qilib olaylik, hali ana ikkita bolani gapini eshitishdan oldin. Xo'p, fikrda nima deyapti ekan? Mana bu ekin issiq bo'ladigan holat. Ekin issiq debman. Xullas, ob-havo issiq va quruq bo'ladigan holat. Mana bu yerda esa yaxshi hosil bermaydi degan holat. Nimaga bunaqa chizib oldim? Qaranglar. Issiq yoki quruq bo'lsa, issiq va quruq dedimmi? Issiq yoki quruq ekan. Buni ham farqi bor. Issiq yo quruq bo'lgan holatda, ixtiyoriy mana shunaqa ikkita holatda ham yaxshi hosil bermas ekan. Boshqa holatlarda ham yaxshi hosil bermasligi mumkin. Mana misol uchun mana bu holatda yaxshi hosil bermayapti. Lekin issiq emas, quruq emas. Boshqa holatda ham yaxshi hosil bermasligi mumkin. Lekin issiq yoki quruq bo'lsa, aniq yaxshi hosil bermaydi. Tushunyapsizlarmi? Birinchi fikrni tushunib olaylik. Keyin tahlil qilishimiz osonroq bo'ladi. Endi boshladik. Kimni gapi to'g'ri? Anvar nima deyapti? Bu yil yomg'ir ko'p yog'adi. Demak, hosil yaxshi bo'ladi. Anvar bunaqa deyapti. Yog'ingarchilik bo'lmasa yoki issiq bo'lsa, hosil bermasdi.
Bu aytayaptiki, demak, yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, ya'ni mana unga teskari ishlasa, yaxshi hosil bo'ladi deyapti. Men aytaman, yo'q deyman. Nima uchun? Chunki mana bu nuqta, mana bu nuqtada yog'ingarchilik yaxshi bo'lib turib ham yaxshi hosil bermayotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni agar mana bu nuqta haqida aytmoqchida, ya'ni yaxshi hosil bo'ladigan vaziyat haqida gapiryapti. Lekin mana bu nuqta ham borki, bu nuqtada nima edi? Mana shu nuqtada nima edi? Yaxshi hosil bermagan. Lekin ob-havo quruq yoki issiq bo'lmagan. Yog'ingarchilik yaxshi bo'lib turib ham yaxshi hosil bermasligi mumkin ekan. Shu uchun ham Anvarning gapi xato ekan. Xo'p, endikisi Zohir ekan. Zohir nima deyapti? Zohir aytayaptiki, ekinlar yaxshi hosil bermagan, demak bu yil ob-havo issiq yoki quruq bo'lgan. Qaranglar, bu ham sizlar to'g'ri yoki xato deganda xulosaga nisbatan aytasizlar uni. Mana bu tanqidiy fikrlashda asosiy xulosa degan narsa bor. Gapning xulosasi nima bo'lyapti? Hozir kirib chiqadigan bo'lsak, bu juda katta narsa-da mavzu. Ya'ni xulosa qanday aniqlanadi, keyin xulosaning fikri to'g'ri yoki xatoligi qanaqa aniqlanadi? Keyin har xil holatlar bor, faqat deydi, agar deydi, qachonki deydi. U holatlarning hammasini bitta dars qilib chiqish juda qiyinroq. Uni xudo xolasa o'sha Telegram kanalga o'tib olsalaringiz, Telegram kanalni hozir qoldiramiz mana shu yoqqa. U yoqda 10 kunlik dars qilib bermoqchiman bitta. 10 kunlik Prezident maktabi 40 talik testlari, tanqidiy fikrlash mavzulari, muammoni hal qilish mavzulari qanaqa bo'ladi? Iloji boricha yaxshiroq yetib borish uchun. Sabab bitta videoda yoki bitta webinar yoki bitta darsda yetkazish qiyinroq. Shuning uchun o'tib olsalaringiz o'sha yerda davom etamiz ko'proq darslar bilan. Endi davom etamiz. Asosiy xulosa nima degan? Asosiy xulosa o'sha gapning tub ma'nosini ochib beradigan narsa. Bu yerda ekinlar yaxshi hosil bermagan, demak bu yil ob-havo issiq yoki quruq bo'lgan deb xulosa qilib qo'yapti. Biz xulosasini to'g'ri desak, biz mana bunaqa aytgan bo'lamiz. Mana bu nuqtaga yuzlanaman yana. Bu nuqtada yaxshi hosil bermagan, lekin issiq bo'lmagan, tushunyapsizlarmi? Yoki quruq bo'lmagan. Mana shu xulosaga kela olmasligimiz sababi ham shu. Qaranglar, mana bu nuqtada yog'ingarchilik yaxshi bo'lmagan, lekin ob-havo issiq ham quruq ham bo'lmagan. Bu esa yog'ingarchilik yaxshi bo'lmasa, issiq yoki quruq bo'lgan, aniq demoqchi. Bo'lishi kerak degani aniq deganda shunaqa xulosa qilyapti. Demak, buning gapi xato ekan, sababi mana bu yerdagi nuqtada yog'ingarchilik yaxshi bo'lmayapti, lekin issiq yoki quruq ham bo'lmayapti. Shu uchun ham Zohirda ham gapi xato bo'lar ekanda. Ikkalasini ham gapi xato degani qaysi javobda? Xo'p, D javobda ekan. Ikkalasini ham gapi xato degan D javob ekan. Ikkinchi savolimiz tugadi. Endi muammoni hal qilishga doir bitta osonroq savol ko'ramiz, lekin uni ham to'liqroq yoritib berishga harakat qilaman. Kuzatishda davom etib turinglar. Endi Prezident maktabida yana bir uchraydigan asosiy savollardan biri, ya'ni ko'p uchraydi bunaqa katta-kichik miqdorlar, ya'ni eng kamida qanaqa hal qilsa bo'ladi, eng ko'pida qanaqa hal qilsa bo'ladi. Hozir bitta misol tariqasida 2023-yil tushgan misol tariqasida ko'rsatib beraman. Qaranglar. Magazin bor ekan, kitob magazin. Harry Potter kitobi 5 euro, yana qandaydir kitob 7, yana qandaydir kitob 9 euro turar ekan. Endi Jon o'zidagi 37 euro puliga bir nechta kitob sotib olibdi. U Harry Potter kitobidan ko'pi bilan nechta xarid qilgan bo'lishi mumkin. Qaranglar, bu yerda ko'pi bilan deyapti. Hozir shuni tushuntirib beraman va xuddi shu misolni yechib beribgina qo'ymay, yana boshqa holatlarni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Qanday bo'ladi hozir bu yerda? O'zi 37 dollar puli bor. Agar faqat 5 eurolik kitobdan olgan deydi, ya'ni Harry Potter kitobidan olgan deydi. Xo'p, 7 tadan bo'lardi, 35, 2 qolib qoladi. Ya'ni o'zi 7 tadan ko'p ola olmaydi. Eng ko'pi bilan 7 ta sotib oladi. Lekin 7 ta olgan tariqasida ham 2 eurolik kitob yo'q-ku bu yerda. Shu uchun ham 7 ta ola olmas ekan. 7 ta olganda 2 eurolik kitob kerak bo'lib qoladi. Endi bitta tushirib ko'ramiz 6 taga. 6 taga tushiradigan bo'lsak, Harry Potterdan 30 bizga qolyapti yana 7 euro. 7 euroga bitta Family o'sha balobatlar degan kitobdan bitta oladi. Keyin 6 ta Harry Potterdan oladi. Mana bu qolib ketyapti 9 eurolik desangiz, sizga aynan har biridan bittadan olish shart demayapti.
ko'pchilik shu yerga ham chalg'iydi. Shart demagandan keyin bemalol mana bundan 6 ta olish mumkin. Ya'ni birinchi eng katta 7 da ko'rdik, yechim bo'lmadi. 6 da ko'ryapmiz, yechim bo'ldi va ko'rsatib berdik primer, bo'ldi. Demak, javobimiz mana bu 6 ekan. Endi shu joyda shoshmaymiz. Bu tugatdik masalani. Endi xuddi shunaqa masala yechgan payti boshqa ko'rinishlarni ham ko'rib ketishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqa savol berilgandachi bolaga xuddi shu narsani o'rgata olsak, ya'ni agar savol bunday kelganda qanday qilardim degan narsani o'rgata olsak, u 2x ga oshib ketadi-da, ehtimoli, kirish ehtimoli yoki-da misollarni yechish ehtimoli tushunib qoladi nima bo'layotganini. Qanday savol berilishi mumkin deb o'ylaymiz endi. Endi mana bu yerda agar eng ko'pi bilan nechta xarid qilgan deyapti-ku. Endi bunaqa deganda eng kamida nechta kitob olishi mumkin? Hamma pulni ishlatish kerak, xuddi shu kitoblardan olish kerak va eng kamida nechta kitob ola oladi desak, endi biz iloji boricha 9 yevrolikdan olib beramizda unga. Shunda 37 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsam, eng ko'pida o'zi nechta deydi? 4 ta. Eng ko'pida 4 ta ola yo'q, eng kamida olishimiz kerak. Eng kamida ham eng qimmati bilan 4 ta olaladi va 1 yevrolik kitob yo'q. Demak, bittaga tushiramiz. Agar buni 27 qiladigan bo'lsam, 10 yevro uchun ikkita 5 yevrolikdan olish kerak. Shunda 3 ta bundan, 3 ta 9 yevrolik va 2 ta 5 yevrolik kitob bo'ldi. Jami 5 ta kitob. Endi 5 tadan kam holatda qila olmaymiz. Sababi o'zi 9 likdan olganimda ham 4 ta va yana ortib qolayotgan qismi mavjud edi. Ya'ni 4 ta bilan ilojim yo'q edi. Shuning uchun bu yerda 5 ta degan javob bo'ladi. Xullas, bunaqa savol tipida yo eng ko'pida yo eng kamida so'raladi va eng kam holatini ko'rib bitta anaqa ko'paytirib ketamiz yoki eng ko'p holatini ko'rib agar o'xshamaydigan bo'lsa bitta kamaytirib kelamiz. Bunaqa holatdagi savollar. Xo'p, yana tushishi mumkin bo'lgan savol turlaridan biri chalg'ituvchi savollar bo'ladi. Ya'ni chalg'ituvchi qanaqa bo'ladi? Odatda 4 chiqarsa 5 chiqib qolishi mumkin, 10 chiqarsa 9 chiqib qolishi mumkin. Nimanidir inobatga olmasdan, hisoblamasdan ketadigan holatlar bo'ladi. Hozir bizda savol nima bo'lyapti? Bitta bola bor, Najmiddin degan, o'shanda kartalar bor. 1 dan 1, 3, 5, 7, ya'ni barcha tog' sonlari yozilgan kartalar bor. Va u ikkita kartani kamida, yo ikkita kartani yoki-da 3 ta yoki 4 ta yoki 5 ta farqi yo'q. Kamida ikkita kartani ko'paytirib 75 chiqarish kerak va buni necha xil usulda qila oladi. Misol uchun, u 1, 3, 5 ni tanlasa kartalarni ko'paytmasi 15. Mana 1, 3, 5 bo'lgan kartalarni tanlasa ko'paytmasi 15. Endi u xuddi shunday 75 qilish kerak. Bu uchun nima qilamiz? 75 ni bo'luvchilarga qaraymiz albatta. 75 ni tub ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, buni endi o'rgatamiz biz. Bilmadim, agar kimdir o'rgatmagan bo'lsa, boshqacha usulni ham ko'rsataman. Tub ko'paytuvchiga ajratsak, bu 3 ga bo'linsa 25, yana 5 ga bo'linsa 5, yana 5 ga bo'linsa 1. Ya'ni 75 sonim o'zi 3 kara 5 kvadrat. Buni 6 ta bo'luvchisi bor yoki-da oddiyroq holatda 75 ning o'zini 3 kara 5 kara 5, ya'ni maydalangan holatini yozib beraman. Demak, boshladik. Bu holatda qanday bo'ladi? 75 bo'lish uchun 1 bilan 75 ketdi, 2 yo'q, 3 bilan 25, 5 bilan 15. Tugadi, boshqa yo'q. Sababi endi agar 5 dan keyingisiga o'taman desa, u 15 5 bo'lib qoladi va o'sha mana shu ikkita kartochkani ko'paytmasi bo'lib qoladi, baribir ham o'zgarmaydi. Prosta almashtirib qo'yilgan versiyasi bo'ladi. Endi ko'pchilik mana shu yerga olib kelib, 3 talikda javob topa olmay 3 belgilashi mumkin agar mabodo javoblarda 3 bo'lsa. Agar bo'lmasa ham bunday qarab turib, 3 ta ko'paytma 3 5 5 bo'lishi mumkin deb turib, 4-inchisi ham bor ekan deb 4 ta belgilab ham qo'yishi mumkin. Siz nima deb o'ylayapsiz? 4 ta deb o'ylayapsizmi? Albatta yo'q. Undan boshqa holatlar bor va mana bu holat aslida kirmaydi. Nima uchun? Chunki bularda bittadan shunaqa kartochkalar bor. Kartochka bitta, ya'ni 5 yozilgan kartochka ikkita emas. Shuning uchun uni ola olmaysiz. Ikkita ola olmaysiz. Shuning uchun mana bunaqa holat yo'q. Unda qanaqa holat qolyapti? Yaxshilab o'ylab qarang-da. Unda qoladigan holat xuddi mana shu holatlarning 1 oldiga yozib qo'yilgan, buni ham oldiga 1 yozib qo'yilgan versiyasi. Ya'ni 1 3 25 ko'paytmasi 75. 1 5
15, ko'paytmasi 75. Va yana bormi? 1,75 bor deysizmi? Yo'q, chunki ikkita 1 bo'lib qolyapti yerda. Demak, umumiy hisobda 4 ta ko'paytma bilan qilish mumkinmi desangiz, yo'q deyman. Nima uchun? Chunki o'zi bittalab ajratib olsak ham mushtiydi. 1 ni qo'shsak mayli 4 ta bo'lar, lekin bu yerda 5 2 ta bo'lib qolyapti-ku. Shuni hisobiga 4 ta bilan mumkin emas. 5 ta bilan vobsheta mumkin emas. 5 ta sonning ko'paytmasi bo'lishi, ya'ni turli sonning ko'paytmasi bo'lishi. Demakki, eng ko'pi bilan 1 2 3 4 5 degan javobimiz 5 ekan. Xo'p, 5 javobimiz esa adashmasam B da turibdi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, tushunmagan joylaringizni yozib qo'yinglar. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, yana tushuntirib olishga harakat qilamiz. Telegram kanalga o'tib olib ham bemalol kommentda yozib so'rashlaringiz mumkin savollaringiz bo'lsa. Endi 5-savolga o'tamiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, yana bir asosiy savol tipidan biri, deyarli har yili Prezident maktabi imtihonida tushadigan savollardan biri fikrdagi xatolikni ko'rsatish. Uni birinchi bir o'qib olamiz. Mana bu yerda turadi masalasi. Birinchi o'qib olamiz va obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Biz shuni his qilib davom etaveramiz, xudo xolasa. Endi savolni boshlayman. Savolda nima deyapti? Reklama qo'yilibdi ekan, reklamada aytayapti. Musiqalarni yaxshi ko'radigan har qanday odam yangi Disney musiqiy asari Karimbani sevib qoladi. Ya'ni jarayonda birinchi nima dedim boya? Birinchi misollarda nima dedim? Oldin fikrni tahlil qilib olaylik. Hali undan keyin Tinani gapini eshitishdan oldin biz fikrni tahlil qilib olaylik. Fikrda nima deyapti? Musiqiy asarlarni yaxshi ko'radigan ixtiyoriy odam mana Karimbani yaxshi ko'rib qoladigan ekan. Mana jarayon qaranglar. Musiqa asarni yoqtiradiganlarni ixtiyoriy bittasini olsam, u Karimbani yaxshi ko'radiganlarning ichida. Lekin Karimbani yaxshi ko'radiganlar musiqani, ya'ni musiqiy asarni yoqtiradiganlar degani emas. Buni birinchi men bilib bo'ldim. Hali Tina nima deyishidan ham oldin. Ya'ni bitta fikrni tahlil qilib oldik. Fikrlar tahlili bu ham asosiy narsa. Bu ham bitta mavzu qilib o'tiladi, xudo xolasa. Xo'p, endi boshlaymiz. Tina aytayapti. Jimmy Karimbani yaxshi ko'radi. Bu menga uning musiqiy asarlarining katta muxlisi ekanini ko'rsatadi. Bu Karimbani yaxshi ko'rishi deyapti. Ya'ni mana buni bajarishi deyapti. Mana bu ekanligini ko'rsatadi deyapti. Xo'p, quyidagi gaplardan qaysi biri Tina qilgan xatoni ko'rsatadi? Qarang. O'sha xatoni ko'rsatadi deganda bolalarga qanday tushuntirsak bo'ladi yoki siz o'zingiz bola bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Xatoni ko'rsatadi desak, Tinaga aytishimiz kerak. O Tinaxon, baxtkelgin. Sen bunaqa deb o'ylaysan-ku. Aslida bunday deb turib siz mana A dagi yo B dagi yo C yo D dagi bitta javobni aytgan paytingiz Tina o'zidagi xatoni his qilish kerak, tushunish kerak, tushunyapsizmi? Tinaga qarab turib, Tina qara, unday emas desangiz tushunmaydi u. Xato qilyapsan Tina desangiz ham tushunmaydi. Siz konkret bitta gap bilan o'sha Tinani xatosini ko'rsatib berishingiz kerakki, Tina his qilish kerak. Jarayonni ana shunaqa kuzatib turishingiz kerak, chetdan kuzatib, mana ikkita odam gaplashyapti, bu Tinaga argument beryapti yoki siz gaplashyapsiz, siz Tinaga qarshi argument beryapsiz. Shunaqa tasavvur qilsangiz, tezroq yechasiz masalani. Xo'p, Ada Karimba eng yaxshi musiqiy film uchun mukofotni qo'lga kiritgan bo'lishi mumkin. Xo'p, Tinaga aytsangiz, Karimba eng yaxshi shunaqa mukofotni qo'lga kiritgan bo'lishi mumkin desangiz, Tina xatosini topmadi o'zidan. U naborot xursand bo'ldi. Zo'r-ku dedi. Haqiqatan ham Karimbani yaxshi ko'radiganlar musiqiy asarni yaxshi ko'radi degan gapni to'g'ri deb turaveradi u gapida. Xato topilmadi bu gapdan keyin, tushunyapsizlarmi? Endi Bga o'taman. Karimba Jimmy tomosha qilishni yoqtiradigan narsalarni o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham kuchaytiryapti. Karimba deyapti, Jimmyni musiqiy asar muxlisiga aylantirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb kuchaytiraveryapti tepadagi fikrni. Ya'ni siz buni shunday desangiz, o Tina qara, Karimba Jimmy tomosha qilishni yoqtiradigan narsalarni o'zgartirgan bo'lishi mumkin desangiz, Tinaga qarab. Tina nima deydi? To'g'ri, men ham shunaqa deyapman-ku. O'sha Karimbani yoqtiradiganlar musiqiy asarni yoqtirib qolyapti deyapman-ku deb turib, u o'zini yanada anaqa baxtiyorroq, o'zini gapini to'g'riroq his qilishi mumkin. Biz uni stressga solib qo'yishimiz kerak, tushunyapsizlarmi?
Demak, bittasini ham o'qib ko'raylikchi. A bilan B ketib bo'ldi o'zi. Xato, ya'ni u javobni xatomi, to'g'rimi bilmaymiz, lekin javob uchun xatoni ko'rsatib bermayapti. To'g'ri javob emas, qisqasi. S. Karim va Jimmy'ning sevimli filmi bo'lishi mumkin. Xo'p, siz anaqaga qarab turib, Tinaga qarab, qara, xato qilyapsan. Karim va Jimmy'ning sevimli filmi bo'lishi mumkin desa, sevimli filmi bo'lsa ham, sevimli filmi bo'lib turib ham musiqiy asarni yaxshi musiqiy asarni anchalik kesib ozgina qilasan-da. Xo'p, Karim va Jimmy'ning sevimli filmi bo'lishi mumkin desangiz, u aytadiki, nima qilibdi shunga? Sevimli filmi bo'lsa yaxshi-yu, demak musiqiy asarlarga ham qiziqyapti ekan, o'zini fikri turib olaveradi u. O'zgartirmaydi bu gapdan keyin ham. Bu gap ta'sir qilmaydi. Dini aytsangizchi, Karim va odatda musiqiy asarlarni yoqtirmaydigan odamlarga ham yoqishi mumkin desangiz, mana bu narsani tushuntirib bergan bo'lasiz. Qara, Tina. Karim va odatda musiqiy asarni yaxshi ko'radiganlardan tashqari yaxshi ko'rmaydiganlarga ham yoqishi mumkin. Mana bunga yoqyapti-ku, mana Valiga yoqyapti-ku. Bu musiqiy asarni yaxshi ko'rmaydi, lekin Karim bani yaxshi ko'rishi mumkin. Mana jarayon deb tushuntirib bersangiz, u bu qismini hisobga olmabman-ku deb turib, o'z xatosini tushunishi mumkin. Demak, shunda javobimiz bunga 5-savolimizga D bo'lyapti. Xo'p, endi nima deymiz bundan keyin? Hammaga rahmat kuzatganlaringiz uchun. Yaqinda, xo'p, 11-maydan 10 kunlik bepul mana shunaqa darslar tushuntirib berish yoki o'sha testlar, 40 talik testlar formati qanaqa bo'ladi? O'shani tashkillashtiryapman. O'shanga qo'shilish uchun hozir Telegram kanal chiqadi. Unga o'tib olsalaringiz to'liqroq e'lonlari beriladi va xudo xolasa 10 kun davomida mana shunaqa savollarni ipidan ignasigacha bo'lmasa ham bilganimizcha o'rganamiz. Hammaga omad, salomat bo'linglar.